Yangi navlarni kuzatuvchi obunachilar, bugun sizlarga yana bitta yangi navimizni mana daraxtidan ko'rsatamiz. Do'stlar, bu shoftoli navimiz Hanex deydi. Asal ma'nosini bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Hozirda bu shoftoli mana bir qatorli yashiqlarda ko'rib turibsizlar, ikki qator emas, nektarin bo'lishiga qaramay juda yirik 80 kalibr beryapti, vazni 200 grammdan oshiq. Eksportda narxi 25 ming 30 ming atrofida sotilayotgan shoftoli navi. Hozir pishgan bo'lishiga qaramay, o'rtoqlar, sizlarga bitta savolda bog' qilishda, masalan, nav tanlashda adashmaslik kerak. Hozir shuni o'rnida oq shoftoli yo boshqa nektarin ham bo'lishi mumkin edi. Bu nav bo'lgani uchun, yangi nav bo'lgani uchun bu pishish muddati ahamiyat ega bo'lmay qolyapti. Masalan, ko'pchilik ertaki navlarga yopishib qolgan, ertaki navimiz erta pishsa qimmat pulga sotamiz degan fikr bor. Yo'q do'stlar, yaxshi narsa eksalaring pishish muddatini ahamiyati yo'q. Har doim pul bo'lib keladi. Sabab shirin, qattiq, eksport versiyada ishlab chiqilgan navlardan. Do'stlar, ko'chatlari bor. Bog' qilishlaringizni tavsiya qilamiz. Telefon nomerlarimiz 90li 560 50 34. Bog'laninglar, ko'chatlari oz qolyapti. Videoga maksimal rak bosishni unutmanglar.